Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga sog'lik salomat tilagan holda men hozir Termiz shahar markaziy dehqon bozori, Karf bozoriga kelib turibman. Shu yerda 4-sektorda 4-do'konimiz sotiladi. Umumiy maydon 18 kvadrat metrni tashkil etadi. Mana ko'rib turibsizlar. Egalar nomeri bilan albatta e'lon qilamiz. 95 kod bilan 637 98 98. Bu yerda avval parfyumeriyachi opamiz turganlar. Bemalol bu yerga siz 4 million 5 millionga arendator qo'ysangiz bo'ladi. Boringki 300 dollarga qo'ying mayli, katta hisobda. Mana bu polkalar, mana shu devorga qatirilgan barcha polkalar qoladi sizlarga. Hattoki bitta konditsioner ham bor, u ham qoladi. Eng asosiysi tagimiz beton emas, beton ustidan mana bu egalar, do'kon egalari 2 qavat qilib displey yotqizib, to'liq qilgan. Juda yaxshi shart-sharoitlar qilib qo'yibdi. Umumiy maydon 18 kvadrat, naturor do'konimiz. Sotuvda narxi tortishib 2000 dan dedi kvadratini 36 ming deb bo'lmaydi 360 dedik oxiri narxi, mana 20 milliondan chiqaryapmiz. Aytgancha bu yerda men surishtirib ko'rdim, ba'zi do'konlarda kvadratini 3 million deb o'tiribdi. Mana qarshingizdagi do'kon ham sotilar ekan, endi bu u hammaning o'zining mulki, xohishi o'zi qanchaga sotishi, bu esa srochniy pul zarar ekan egalariga. 20 milliondan 360 million so'm deb baholandi. 4-sektor, 4-xona. Zudlikda ulgurib qolinglar, sotiladi. Naqd pulga sotiladi 360 million so'm. Yoki o'zingizlar, misol uchun bir 100 million yoki 150 million yetmay qolsa, garovga qo'yib pul chiqarib bersanglar ham bo'ladi. Uni ham yo'li bor. Kimdan qanaqa savollar tug'ilsa, yana ham pastda yana qo'shimcha bitta raqam qoldiramiz. Agar reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, tepadagi nomerlarga bog'lanasizlar. Shu yerda videolarimiz tamom.